Muhammad Ismoil al-Buxoriy hazratlari. Ziyoratchilar shu qadar ko'pki, hamma tarixga muhrlash uchun suratlarga tushadi. Mana bu yerda hovuz bor ekan. Ajoyib. Qarang, qanday chiroyli bunyod etilibdi. Ajoyib. Marmarlar oppoq marmarda. O'sha sharq islom an'analariga ko'ra 4 ta gumbaz, 4 ta minora va oppoq marmardan bunyod etilgan. Butun majmuada mana shunday Qur'on tilovati qo'yib qo'yilar ekan. O'ng tomondan kirilib, mana bu o'ng eshikdan kiriladi va chap eshikdan chiqiladi u tomondan. Mana ziyoratchilarga qulaylik yaratilish uchun mana tez yordam xizmati ham, doktorlar ham startda turishadi bu yerda. Qarang, qanday chiroyli qurilgan. Qarang, nihoyatda go'zal. Mana bu tomonda ayollar tahoratxonasi. Marmar. Gumbazni qarang, qanday chiroyli. Erkaklar tahoratxonasi bu tomonda. Bu tomonda ayollar. Oppoq marmar. Mana İmom İsmoil al-Buxoriy maqbaralari. Haqiqatda juda go'zal bunyod etilibdi. Butun dunyodan ziyoratchilar muhaddis olim İsmoil al-Buxoriyni muxlislari, fiqhiy olim, hadis navis olimning muhiblari ziyoratga kelishadi. Dunyo standartlariga mos ravishda bunyod etilibdi haqiqatda. Oldingi holatdan ancha mahobatli, ancha hashamatli qilib qurildi. Mana sharq o'sha Qo'qon xonligida Amir Xudoyorxonni o'rdasida mana shunaqa naqshinkorlikni ko'rdim. Keyin Xivada Ichanqal'ada bor edi. Bu ustunlar ham o'sha
Xivadagi Ichanqal'adagi Pahlavon Mahmud jamiyasidagi ustunlarga taqlidan qilingan shekilli. Umuman olganda ziyoratga kelish kerak azizlar.